Assalomu alaykum barchaga. Tak. Солнечный panel установка 8 ta qo'yib bo'ldik mana. 8 ta o'rnatib bo'ldik. Солнечный panel invertor qo'yamiz. 6 kilovatlik 8 ta panel 4,5 kW tortib keldik. Mana tokni iskrasini ko'ramiz. Tokni mana iskrasini ko'ramiz. Svarka qilsa bo'ladi. Bunday qiling-da, bunday qiling. Солнечный panel 4,5 kW tepaga установка qildik. Mana batareyalar, invertorlar. Tak. 9 kW akkumulyator zapas BMS bilan. BMS o'zi raskeda qilyapti, zaryadlarni kontrolировать qilyapti. Tak, 6 kWlik invertor. 3 kW 69 watt расход bo'lyapti. Tak, 2.9 paneldan kelyapti. Sog' bo'lasizlar. Ciao. Ahror 00388 2591 nomeriga chiqaverasizlar.